O'ychi tumani hokimligining majlislar zalida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondining Namangan viloyat bo'linmasi, O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari Milliy assotsiatsiyasi viloyat hududiy bo'linmasi bilan hamkorlikda grant loyihalarini tayyorlash va yangi elektron platformaning o'ziga xos jihatlari mavzusida targ'ibot tadbiri tashkil etildi. Mamlakatimiz rahbarining 2024-yil 26-avgustdagi Fuqarolik jamiyati institutlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 124-sonli farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida tashkil etilgan mazkur tadbirda tuman kengashi deputatlari, mahalla fuqarolar yig'inlari raislari, nodavlat notijorat tashkilotlari rahbarlari, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Dastlab O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondining Namangan viloyat bo'linmasi rahbari tomonidan davlat subsidiyalari, grantlari va ijtimoiy buyurtmalarni ajratish bo'yicha yangi elektron platformada ishlashning tartibi va o'ziga xos jihatlari haqida ma'lumot berildi. Yangi elektron platformaning o'ziga xosligi hamda qulayligi ishtirokchilarga batafsil tushuntirildi. Shuningdek, yangi elektron platformaga kirish tartibi va talab etiladigan ma'lumotlar yuzasidan ishtirokchilarga ma'lumotlar berib o'tildi. Muloqot davomida ishtirokchilar tomonidan fikr-mulohazalar tinglandi va savollarga javoblar qaytarildi.